Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun qizlar. Bugun mana sizlar bilan vebinarimizni 3-kuni. Hozir vebinarni boshlashdan oldin sizlarga taklif qo'ygan kitoblarni ko'rsataman. 1 aylanib ketibdi. 2 3 4 bularni tahlil qilamiz. 5 6 7 8 9 va juda ham ajoyib kitob. Ko'rinyaptimi? Hop. Bu kitobni ham tahlil qilamiz. Inshaalloh ulgurganimiz qadar. Kelishdikmi? Hop. Demak, sizlar bilan birinchi bo'lib o'zimizda eng ko'p tarqalayotgan Penguin Books nashriyotlari kitoblarini tahlil qilamiz. Ya'ni kitob qidirib yurgan ona kitob do'koniga boradi va ko'zlari bilan mana shu Penguin Books nashriyoti kitoblarini ko'radi. Ya'ni qarasa bolalarga mos bolalar kitoblari va ular oladi. Penguin Booksni juda ham ko'p kitoblari bor. Juda ham yaxshi ko'raman. Lekin borib unda ham kamchiliklar paydo bo'lishni boshlayapti. Ya'ni son ko'paygani sari sifat kamayishni boshlayapti. Ya'ni sifat qay darajada? Uni ichidagi ma'naviy tomonlama. Aytaylik, Oyijon ko'zlaringizdaman degan kitobi bor edi, O'zbekistonda qolgan. Hatto uni kimgadir sovg'a qilib, o'ziga yoqmaganda ba'zida berib yuboradigan odat bo'ladi. Men shunaqa qila olmayman. O'zimga yoqmagan kitobni kimgadir berib yubora olmayman, chunki menga yoqmadi. Men uni kimgadir berib yuborsam, mana sifatsiz narsani berib yuborishdek bo'lib qoladi. Uyda turibdi. Ya'ni biz yoshimizga mos kelmadi, kimgadir beray ham deya olmadim. Aytaylik, mana bu shiringina ezgulik, juda ham bir ezgulik haqidagi, yaxshilik haqidagi kitob. Mana bu yerda A'loning oyisi va u buvsinikiga boradi. Metro haqida ma'lumotlar bor. Mana bunda keksalarga joy berish, ochib berilgan chiroyli qilib. Mana A'lo keksalarga joy beradi. Mana buvsini bemor bo'lganida ko'rgani borish va buvsiga yordam berish. Mana qaranglar, ovqat tayyorlashyapti birgalikda. Buvsiga ovqatni ichirib qo'yapti. Buvsini uylarini tozalayapti. Hammasi juda ham ajoyib. Faqat bitta obraz bu yerda oshiqcha hattoki. Ya'ni qo'zichoq obrazi. Aytaylik, bu 6 yoshdan keyingi bolalarga mos bo'lishi mumkin. Ya'ni to'qima obrazlar, tasavvuriy obrazlarni 6 yoshdan keyin tasavvur qila oladi bola, lekin aytaylik, uyda qo'zichoq boqadigan bola juda ham qattiq qiynaladi 6 yoshgacha. Ya'ni agar siz ko'p qavatli uyda yashasangiz, bola qo'zichoqni ko'rmagan bo'lsa, qiynalmasligi mumkin. Chunki tasavvur qilib ketaveradi, demak qo'zichoqlar gapirar ekan deydi. Lekin uydagi qo'zichog'i deyishdan oyog'iga o'tmayapti-yu. Kitobdagi qo'zichoq obraz sifatida, ya'ni shunchaki sherik bo'lishdan tashqari, A'lo o'rtog'i bilan urushib qolib xafa bo'lganda, o'rtog'inikiga borib ularni yarashtirishga sababchi darajaga chiqadi. Ya'ni A'loni uyidan chiqib, o'rtog'i Lolanikigacha boradi. Mana shu jihatdan qo'zichoq obrazi bu kitobda oshiqcha. Va men bu qo'zichoqni shunchaki o'yinchoq qo'zichoq deb nomlayman. Bolalarim hali 6 yoshga to'lmagani uchun ularni tasavvurini qiynashni xohlamayman, chunki uyimizda qo'y-qo'zilar ko'p boqqanmiz. Aytaylik, bu qo'zichog'ini olibdi, metroga ham olib chiqibdi, doim yonida olib yurar ekan, o'tirgizib qo'yar ekan qo'zichog'ini, tez yurar zinalarda yoniga qo'yib olar ekan degan holatda bu qo'zichoq obrazi ezgulik yomg'iri qismida ham bor. Ya'ni A'lo unda ham qatnashgan. Mana bu yerda ham qo'zichoq yarashtirgan emas, o'ylab ko'rib A'lo do'sti uchun rasm chizigan holatda bergan. Ya'ni bu aytyapti, o'rtog'ingga balkim rasm chizarsan deb taklifni qo'zichoq beryapti-da. Yo'q, A'lo o'ylab ko'rib o'zi topgan. Va ya'ni nima deydi, ertalabdan beri qayerlarda yurganini, ya'ni aytyapti, mana Lolalarning uyiga bordim. Nima, Lolaning uyiga bordingmi? U mendan arazlagan, esingdan chiqdimi? Qo'zichoq aytyapti, mendan arazlagani yo'q-ku.
Ya'ni bu suhbatlarni olib tashlayman, o'zim to'ldirib, ya'ni qo'zichoq obrazi ham a'lo do'sti bilan yarashadi. Do'sti ham uyga borib o'ylab ko'radi, a'loni balkim oxirigacha eshitishim kerakdir, rostdan buvisinikiga borgandir deb uzr so'rab xat yozadi. Do'st bo'lib, seni oxirigacha tinglolmaganim uchun uzr degan talqinda o'zgartirganman. Shunaqa, ya'ni kitob ekan, nashriyot chiqaribdi ekan, bo'ldi degani emas. Ya'ni buni 6 yoshdan keyingi bolalarga bemalol to'g'ri keladi. Talqinda har tomonlama. Qayergadir 6 yoshdan keyingi bolalar uchun deb qo'yilganda nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Xo'p, mayli, buni oldik. Endi qarang. Penguin Books nashriyotining Pijamam qayerda kitobi. Bu kitobni sotib olganimizda adashmasam Mehruza 3 yosh 3,5 yosh shunaqa atrof edi. Hali 4ga ham kirmagan. Chunki 4ni O'zbekistonda nishonlaganimiz esimda. 4 yoshini. Shunaqa 3,5 yosh atrofida edi. Va bu zebracha o'zining tungi kiyimi, pijamasini yo'qotib qo'yadi. Pijamasini qidirayotgan zebrani yakunini ochaman. Tezroq. Til o'rgatishga juda ham zo'r. Lug'atlar mana qarang. Oyoq kiyimini, ishtonchasi deymizmi, endi shuni kiyyapti. Va undan keyin kiyimini kiyyapti va endi u zebraga aylandi. Ungacha esa u mana bu ko'rinishda edi. Qizim shunda menga savol berdi. Men e'tibor ham qilmaganman aslida. Oyi dedi. Aya dedi. Nimaga dedi buni boshida yo'l chizig'i bor, qolgan joyida yo'q. Nima zebraning qolgan joyi uning kiyimimi oyi dedi. Ya'ni savol beryapti-da, agar zebra faqat kiyim bilan yo'l bo'ladigan bo'lsa, boshida ham yo'l chiziq bo'lmaslik kerak edi. Yoki shunchaki yo'l kiyishni yaxshi ko'rganda, tanasida ham yo'l chiziqlar qo'yib qo'yilishi kerak edi. Ya'ni bu tabiat, ya'ni zebraning tabiatini buzishdi. Shuning uchun buni ta'riflab berishga judayam qattiq qiynalganman. Nima deyishni bilmaganman va qizimga aytganmanki, qizim hozir bu oppoq kiyimda. Oq sviter, oq ishtoncha kiyib olgan. Bunisini yechsa, ya'ni bu kiyimsiz emas, oq kiyimda va bu kiyimni yechsa ichida yo'l bor aslida. Endi bu oq kiyimini yechib, yo'l pijamasida uxlar ekan deb to'g'rilab qo'yganman, qizlar. Endi bu yerda unaqa qilyapti-ku deganda, sovqatarkan ustidan qavat kiygansiz, sizga uyatli zebra xijolatli bo'lib qolmasin deb shunaqa chizishgan deb tushuntirishda juda ham qattiq qiynalganman. Ya'ni bu tomonlama to'g'ri kelmaydi. Nima deb o'ylaysizlar? Qizim o'rinli e'tiroz bildirganmi? Ha, to'g'ri deb yozibsizlar. Yaxshilab o'ylab ko'rsa, rostdan ham shunaqa, ya'ni men ham qizimni gapigacha o'ylab ko'rmagan edim. Va u yana bir karra, ya'ni o'zim shuncha kitob tanlash bo'yicha nima deydi, kurs o'tsam ham bu tomonigacha tahlil qilmaganman. Baribir bolani dunyo qarashi boshqacharoq bo'lar ekanda. O'g'lim. Yo'q, uni ochib berolmayman. Xudodaniki, mana bu ko'p kitob sizlarga. O'qinglar, ha? Firdavs qo'lda. Endi keyingisi. Bu ham to'plam, ya'ni to'plam holatidagi kitob. Hozir eshikni o'pib bir daqiqa. Bu to'plam holatidagi kitob. Ya'ni buni boshqa qismlari ham bor, lekin musodaraga uchradi. Ya'ni bolalarim olib qolishdi, sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Bitta qismini olib qoldim. 6 talik menda. Orqasida, mana orqasida ikkita nimasini bor ekan. Bunda tuxumlar. Tuxumlar magazin bo'ylab sayr qilishadi. Bunda kunga boqar donasi, semichka. Nam salfetgan qurutgani qo'yib qo'ydim stol ustiga. O'g'lim qurusa baylayman. Hop. Ya'ni bu kunga boqar haqida berilgan qismi, uzum donalari haqida berilgan qismlari bor va bu no'xat haqida. Ya'ni bu o'zi aslida terapevt, ya'ni terapiya qiladigan kitob. Juda ham zo'r g'oyalar yoritilgan. Ayniqsa men yaxshi ko'radiganim bunda bir kishi hamma uchun, o'sha ovozim uzildimi orada?
Bunda semichkaning o'sha noo'rin jahli chiqish holatlari, uzunda ham bir insonlar bilan do'stlashish holati ochilgan va judayam nima deydi, insonni xarakteri haqida yoritib berilgan. Ya'ni ijobiy, salbiy holatlarni ijobiy tarafga, ya'ni xarakterdagi salbiy holatlarni, jarayonlarni, masalan, o'rtog'i bilan urushib qolish, o'rtog'idan xafa bo'lib o'ylab yurish, yo'q endi u bilan o'ynamayman, uni tinglamayman degan holatlarni davolab beradigan kitob. Lekin bu kitobni bitta aybi 6 yoshgacha bo'lgan bolaga mana bu no'xatning, loviyaning qosh ko'zlari bo'lishi, chunki biz ovqatimizda albatta no'xat yeymiz, uzum donalarni ham bolalarim ko'rgan. Tuxumlar ham mana bunaqa qosh ko'zli bo'lmaydi, oyoqchali bo'lmaydi. Mana yoqaroqli ko'rinyaptimi? Tuxumlar ham bunaqangi bo'lmaydi. Shuning uchun buni aytganman, sizlarga qiziqarli bo'lish uchun shunaqa qilib chizilgan deb qo'ya qolganman, lekin aslida 6 yoshgacha buni sovg'a qilishgan bizga. Va bolalarim uyimizda degan har qanday kitobni o'qib bermasimga qo'yishmaydi. Shuning uchun o'qiganmiz, lekin buni 6 yoshdan keyin tavsiya qilaman. 6 yoshgacha bo'lgan bolalar qiynalish ehtimoli bor. Ko'p kitoblarga kirib hozirgidek sizga qiziqarli bo'lish uchun shunaqa chizishgan, bu kitoblar chiziladi, kitoblarni tayyorlash jarayoni haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan bolalar bilan o'qisangiz, bular deyarli sezilmaydi. Ya'ni to'g'rilab ketib tushuntirsangiz bo'ladi. Va endi bu kitobning bitta holati bu Yangi yil bayrami haqida. Bilamiz, bizda o'sha Yangi yil bayrami bunaqangi shukuhda kutib olinishi, bolamizga mana sovg'alar, bezaklar degan narsa tasavvurida, ya'ni bayramga bo'lgan, Yangi yil bayramiga bo'lgan shukuh ko'tarilib ketmasligini oldini olish maqsadida men buni Yangi yil bayrami emas, aksincha Ramazon bayrami, ya'ni Hayit bayrami deb ataganman ularni, o'sha bayramlari. Va bu bayramda bizni ham bayramimiz baribir bezatiladi, bezaklar qilinadi. Nasib mana shunaqangi kunlarga ham keldik, ya'ni bezatiladigan holatda. Va endi buni g'oyasi hamma bir-biriga sovg'a ulashish kerak ekan. Nima sovg'a tanlashni bilmaydi. Uni nima deydi, mana yirtiq krossovka, tishlangan olma, tosh, tugma, nima sovg'a qilsam ekan? Menda shular bor ekan, xolos juda ham bosh qotadi. Hatto bayramga bormaslik haqida ham o'ylaydi. Berkin olib bormasam ekan, o'zidan uyalish hissini bu yerda ochib bergan. Va keyin u qaror qiladi rasm chizishga. Qaror qilib rasmni chizdi ham, mana o'zini rasmi, mana qizni sovg'a sherigini rasmi. Hamma bir-birini nima tanlaydi, tortadi. Kim rasmi chiqsa o'shanga sovg'a berish bo'ladi. Va bu yerdagi sovg'alarni ko'rib, "Oy, hey, bularni kattaligini" deydi va o'zini ijodidan uyaladi va uni sekingina yashirib orqaga, bolalarimizda uyalish, tortinish hissi bor-ku, mana shu hissiyotda u yashirib qo'yadi. Bularni ochiq-ochiq aytadi. "Voy, rosa ham uyatdi" deb. Odamlar bilan tortinib, gaplashibdi, "Voy" deb. Hatto xijolat bo'lganidan so'klarni to'kib yuboribdi, aksirib yuboribdi. Juda ham o'zini noqulay his qila boshladi. Keta qolsammikan deb. Va sovg'a olish vaqti ketdi. U hatto qochib ketmoqchi bo'libdi. Shunda aytibdi, "Meni sovg'amni qachon berasizlar?" Va sovg'asini beribdi-yu, qochishni o'ylabdi mana. Qiz ko'ribdi, "Bu nima ekan?" debdi. Shiqillatib ko'rsa shiqillamabdi, hidab ko'rsa hidi yo'q. Endi mana terlab, pishib ketmoqchi bo'layotganda, "Voy, bu men ko'rgan rasmlar ichida eng chiroylisi" deb ko'rsatib, hammani eshik tagigacha yetib borgan. Hammaga maqtaydi. Ya'ni, "Qaranglar, meni rasmim qanaqa chiroyli. Qanaqa qilib, bu eng katta sovg'a." Va endi unga sharf sovg'a qilishdi. Ya'ni bir-biriga sovg'a almashish bayramimizda bor bu bayram. Va endi o'sha sharfini taqib, xursand bo'lib uyga boribdi va endi yana rasm chizishda davom etibdi. Mana uni. Bo'ldimi? Ular o'qib bo'ldilarmi? Shunaqa. Ya'ni ba'zi bir kitoblarni o'ylab tanlash va o'qish kerak. Foyda tomonlari bor, lekin yoshga mos kelmaydigan holatlari ham bor. Biz o'tgan faslar bilan Asborin kitobini tahlil qilgan edik. Bu to'plamlardan aytadigan asosiy narsa, masalan, what is sleep? Uyqu nima deyapti. O'qib bo'lib beraman, 1 minut kutib turing. Shkafdan shahlolarni ham olavering o'g'lim. G'ozalbiydi.
Bu uyqu haqidagi kitob. Bugun ko'chadan kech keldik. Uxlatolmadim, endi darsdan keyin uxlataman deb reja qilib turibman. Shunaqa. Xo'p, bu uyqu haqidagi kitob. Juda ko'pchilik so'raydi, bolamni uxlatishga qiynalaman. Siz kitob tanlayotganingizda mana nimaga qiynalyapsiz? Uyqugami? Demak, siz uyqu haqida kitob olishingiz kerak. Uni o'qib berish texnikasini o'qishingiz kerak. Bola tish yuvishni xohlamayaptimi? Yoki uxlashni xohlamayaptimi yoki uyquga yotishnimi yoki yotgandan keyin o'zini qanday tutish. Uyquligini anglagach bola uxlashni shakllantiradi. Bu uyqu borasidagi bizga yechimlarni beradigan kitoblardan biri. Faqat uni batafsil o'rganib, hikoyalar bilan boyitib, chiroyli qilib o'qib bera olishingiz kerak. Lekin mana bu joyini o'qib bermayman. Ya'ni bu yeriga kelganimizdan keyin shop etib bu yerga o'tib ketib qolaman, chunki bu yerda mana tushda ko'rib mana bu ba'zi bir tushlar deyapti. Some dreams are happy. Ya'ni ba'zi tushlarda xursand bo'ladi, ba'zilarida xafa bo'ladi. Ba'zilari qo'rqinchli tushlar bo'ladi, ya'ni tush haqida. Ba'zilari esa juda ham bir xursand, kayfiyatga to'la bo'ladi. Ba'zilarida mana haqiqiy hayotda bo'lgan voqealar bo'ladi, deyapti. Ba'zilari o'ylaganlarimiz bo'ladi, ya'ni shu kunda bo'lgan voqea, kundalik bo'lgan voqea, to'g'ri tarjima qilayotgan bo'lsam, bu xayolimizda o'ylagan voqealarimiz ham tushga kiradi degan mazmunda. Shuning uchun mana monster deyiladimi, shunaqa qo'rquvlar borligi uchun bu qismini o'qib bera olmayman. Bu nima? Ozgina kutsangiz, men suv qilib olib chiqib beraman, xo'pmi? Olib beraman, unaqani ham olib beraman. Hozir bas. Ozgina kutib turing. Mana u bo'lganimda albatta olib beraman, xo'p. Endi bu qarang, ketma-ketlik. Hozir men sizga nechta kitob, bitta mavzu yuzasidan, qiynalgan mavzu yuzasidan nechta kitob olganman. Ya'ni bu immunitet, bizning sog'lomlik. Ya'ni bugun post qo'ydim, ko'rgan bo'lsalaring, qanday qilib o'sha shirinlikdan tiyila olish. Bu tanamiz, immunitetimiz, ichimizdagi hamma narsalarimiz haqida ma'lumotlar ketgan. Bizga qayerlardan mikrobakteriyalar keladi, mikrobakteriyalar o'zi nima, shifokorlar bizni qanday davolaydi, davolanmasa nima bo'ladi, gigiyena nima, mana qo'ldagi o'sha mikrobakteriyalar. Bu o'sha biz sog'lomligimiz haqida. Sog'lomligimizni bitta qismi bu tish. Mana tishlarimiz haqida butun boshli bitta kitob. Hammani tishi har xil bo'lishi, mana tishlarni davolash, tishlarni yuvish, hayvonlarning tishlari, umuman tishlar muhimligi haqida mana shu kitob. Bu ham asosiy o'sha bolamni o'z tanasini himoya qilishiga. Endi mana bu ham xuddi o'sha mana mikrobakteriyalarni yana boshqacharoq boyitilgani bu. Mana odamga qarab aksirish, mikroblar chiqadi. Odamga bundan bunga yuqishi. Shuning uchun og'zini bekitib aksirish. Mana hayvonlarni ham o'ldirgandan keyin mana odamni joyida o'tiryapti. Bu tashiydi-da mikrobakteriyalar. Shularni tushuntirib beryapti. Mana yarasi qo'nagandan keyin uni baylash kerakligi mana bu tomonida, baylab yurishi, bo'lmasa mikrobakteriya ichiga kirib olishi haqida. Mana bu yerni ushlaganingdan keyin deyapti, qo'lingni og'zingga solma deyapti. Buni ertak sifatida o'qib berasizda, o'zingiz boyitib, to'ldirib borasiz. Bu ham mana o'sha sog'lomlik haqida bo'lsa, hozir kitobim sig'may qoladi, 3 tasini ko'rsatdim. Bitta mavzuda qoqilayotgan bitta mavzuda. Bu mana o'sha shifokorlar haqida, ya'ni bu shifokorlardagi jarayonlarni tushunmasdan turib, bola endi bu aytaylik biroz nima deydi? Mana harakatlanadi. Mana shifokor og'zingni ochib, shifokori uni mana og'izlarini tekshiryapti. Bu mana ko'z shifokori. Mana ko'ziga qo'lini qo'yadi, harflarni o'qiydi. Mana shunaqangi holatda bu harakatlanuvchi kitob. Mana bu aniq rentgen apparat haqidagi kitob. Shunaqa bu qismi, bu mana bu apparatga tushish, shifokorlardan qo'rquvni ham yengib beradigan kitob. Mana bu yerda skeleti chiqdi, mana kirgandan keyin.
Bunda ana yurak urishini o'lchayapti. Qo'y, kameramga tegib ketdi. Mana bu o'sha yirtilganda tikishi. Peshonasini tikyapti. Harakatlanuvchi qiziqarli kitob. Mana tishlarni mana qilib, mana qoraygan joylarini mana g'irillatib, nima deydi, o'sha tozalayapti. Bu mana sog'lom yuvilgan tishlar, asosiysi o'sha tish mavzusi uchun olganman buni. Mana eski tishimiz bilan xayrlashib, yangi tishlar chiqish jarayonlari haqida bizga ma'lumotlar beradi. Bu mana 4-inchisi va mana 5-inchisi. Bu alohida tish uchun. O'sha tozalik mana birinchi qo'llarini yuvyapti. Buni bog'cha bolalarimiz, 2 yoshli bolalarga o'zim o'qib berganman. Qo'llariga bermaganman, chunki bu nozik. Mana ko'ryapsizmi mana? Nozik juda ham. Qo'llarini yuvyapti. Mana qiyin bo'lib qolgan, shuning uchun ham. Endi mana tish pastasini siqyapti va tishlarini shotkalab yuvyapti. Qarang, bu yerda odobni o'rgatishni, qo'lingni yuv, shotkani siq, tishni yuv, og'izni chayqa, shotkani yuv va joyiga qo'y. Buni 1000 marta aytganimdan, har safar o'rgatganimdan, mana shu kitobda o'qib berganim foydali. Mana ertalab turib, joylarini qoqib, va tushmay qoldi. Bu pastga tushishi kerak, mana bunday bo'lib. Joylarini qoqyapti. Mana shunaqa. Endi kiyinyapti mana. Qarang, bu yerda odobni beryapti. Mana kiyinish qoidalari, mana yozda, qishda, ketma-ketlik, mana shapka nimalargacha boradi. Bu yerda emas ekan hozir. Tartiblash qayerdadir bor edi. Mana. Endi bu ozgina mana hijolatli joychasi. Mana rasmdan ko'rishingiz mumkin. Bu yer mana chiqib ketibdi. Nozikda baribir kitob bu yerda bumagasi aylanardi. Mana hojatxonaga kirgandan keyin mana qo'llari bilan yopib o'tiribdi. Qizcha mana. Va bumagani olib ishlatib, bosadiganni bosib, qo'lini yuvib, sochiqqa artib chiqib ketyapti. Bu yerda mana yuvganda mikroblar oqishi, qachon qo'llarni yuvish kerak? Legolar o'ynaganda, ya'ni o'yinchoqlar o'ynaganda, rasm chizganda, uylarni tozalab supurganda, hojatxonaga kirganda, mevalar, hayvonlar, to'p, mana magazin aravachalari, lift tugmalari, eshik ushlagichlari, mana shunaqangi holatlarda batafsil tushuntirib bergan. Mana bu yerda ham mana odob qoidasi, mana ovqat yeyishdan avval qo'lingni yuv, art, ovqat ye, bu yerga Millahni ham bu bola shunaqa qilar ekan deb aytib bersangiz, bolaga terapiya bo'ladi. Buni hozirlarga batafsil bu yerda o'yini, mana boshchalarni aylantirib to'g'irlaydi. Mana hayvonlarni keliki hammasi bir-biriga to'g'ri bo'lmaydi. Bitta ikkitasini to'g'irlasangiz, boshqasini yana qaytib to'g'irlaysiz. Shunaqa qiziqarli qilib boyitadi. Bu shkaflar, mana polkalarga narsalarni joylash. Polkani ochadi, narsasini oladi, yana joyiga qo'yadi. Mana bizda eng muhim joyi o'sha tishlar, mana sog'lom tishlar, kasallangan tishlar va tishlarni doktorlarning ko'rishi, uni avaylashimiz, hatto tanamizni avaylab pokiza tutishimiz va bizni tanamizga keraklilaridan biri bu uyqu. Ana shunaqangi qilib biz hayotimizga sog'lom rejimni olib kirganmiz, ya'ni tish yuvish, vaqtida uxlash. O'sha eng asosiysi mana shu tishlar, tanamiz qanday ishlaydi. Buni tushuntirib berish uchun mana shu kitoblar, ya'ni ichaklardagi jarayon qaysi birida bor ekan yoki uni olib kelmaganmanmi, ichaklarimizni rasmigacha bor edi. U kitobi menimcha bu yerda emas. Qaysi birini beray o'g'lim? Mana bu ikkovi ham bor. Buni olib turing-da, mana shu bitta qoldi, qolganlarim bo'ldi. Buni ham o'qib kelib turing. Ha, qilib bo'lganlarni beryapti. Menimcha bunda bormi lekin. O'qiyapsan. Yo'q, bu yerlarda emas. Ichagimizni ishlash faoliyati haqidagi kitob bor edi. Ya'ni nima yesak qanaqa bo'ladi, ichagimizni qayerda tushadi, shunaqa kitob bor edi. Ya'ni butun tanasi bilan menimcha hozir bu yerda emas ekan. Aytmoqchi bo'lganlarim, ya'ni bitta mavzu yuzasidan bittagina kitob
yoki 4 ta gapimiz voy tishingni qurtib ketadi degan yolg'on gapimiz bo'lmasligi kerak. Ya'ni aytaylik, mana shokolad yesang, bu shokoladni yesang tishingni qurtib ketadi dedingiz, lekin bolangiz endi 2 yoshda, hali tishi qurtlagani yo'q, bir ikkita nuqtachalari bor, tishlari butun turibdi. Va bola shokoladni sizdan yashirib bo'lsa ham yeb ko'rdi va oynaga borib qarab ko'rdi yoki tishlarini ushlab ko'rdi. Lekin tishlari joyida turibdi. Ona bilan bola o'rtasidagi ishonch poydevori uzilishni boshlaydi. Demak, ona men mazza qilib shirinlik yeyishimni xohlamaydi, shuning uchun meni aldab to'xtatadi. Siz undan ko'ra batafsil tishlarni yemirilishi, har kuni ozgina-ozginadan bo'lib yemirilib borishini tushuntirib berishingiz kerak. Ya'ni bir xillar aytadi, telefon ko'rsang ko'zing og'rib qoladi, ko'zing ko'rmay qoladi deydi, lekin u yolg'on bo'lib chiqadi. Bir kun ko'radi, ko'zi ko'r bo'lib qolmaydi, ko'zi bir chiroyli ko'ryapti. YouTube'da ham bir YouTube'mi, Instagrammi moda bo'lib ketdi. Bolani ko'ziga ten surkab qo'yishdi. Qora qilib, bola qo'rqib yig'ladi. Yo'q. Telefonlardan, unaqa qilib shirinliklardan unaqa qilib chiqarilmaydi. Bu bilasizmi, masalan, esdan chiqmaydi-da. Men esimdan chiqmaydigan holatlar bor. Masalan, meni kuchuk tishlagani, kichik bo'lsam ham esimda qolgan, singlimni tishlab olganlarim, yaxshi ko'rganman. Barmoqchasi shunaqa mitti shirincha tuyulganda, qattiq mana shu yerini tishlab olganman. Qanday tishlaganimgacha, nima o'ylab tishlaganimgacha detalma-detal esimda. 5 yoshli qizcha bo'lganman. Shunaqa kichkina bo'lib yotganda qo'li shirin bo'lib yegim kelib ketib tishlaganman. Qattiq bor kuchim bilan tishlaganman. Chinqirib yig'lagan, qo'rqib ketganman. Ya'ni shu qo'rquv hislari chiqmaydi. Yillar o'tib turib bu bosim beradi. Masalan, yoshda bosim beradi, ya'ni shunaqa qilib aldab qo'rqitgan degan ish. 20 yoshda rahmat aytishi mumkin. Telefondan to'xtatgan ekansiz, o'smirlik yoshi bor, 14, 15 yo'q, endi juda ko'pchilik qiladigan ishlardan biri bolalarga kitoblar olib beradi. Mana shu qissalarni ham juda ko'p oilalarda ko'rganman. Ya'ni kitoblarni rasmlarga tashlashganda boshqa kanallarda bolasiga olib beradi. Asosan o'sha o'qishni 8 yoshli bolalarga olib beriladi. Va onalarni qiladigan eng bitta xatlaridan biri bolani bor kitobingni deydi va bola o'zi o'qiydi rostdan. Qiziq bu hikoyalar, lekin sizlarga aytishim kerakki, bu kitoblarda ham, ya'ni aytaylik diniy tarbiyada, dinda oila qurish hammamizga farz bo'lgan, hammamizga qilinish kerak bo'lgan amal va nikohni o'ziga yarasha shartlari, oilaviy munosabatlar, ayolning er oldidagi vazifalar bor, lekin biz uni 3 yosh qizchamizga o'rgatmaymiz yoki 8 yosh bolamizga o'rgatib, eringni aytganini qilasan, bormadigan joyga bormaysan yoki bo'lmasam o'sha harakatlarni aytib bermaymiz. insonni dunyoga kelishi jarayonlarini ham aytib beramiz. 12 yosh, 13 yosh bolaga. Lekin bu yerda masalan ya'ni siz o'ziga qo'yib berasiz, siz o'qib bermaysiz buni. Qo'yasiz jumlalarni qo'ydi. Qarang. Ammo shahvoniy nafsini tiya olgan, xoyu havasga bo'lgan hirsini jilovlagan, ustidan aqli hukmron bo'lgan kimsalarni Allohga saodatga yo'q, bu yer emas ekan. Ya'ni Qobil va Qobil o'rtasidagi munosabat mana shu qiz orqali bo'lishi hozir qayerdadir bor, belgilab qo'ymagan ekanman. Xo'p. Qayeri deydi. Mana yigitlar balog'at yoshiga yetib, ularning tanalarida erkaklik tuyg'ulari xuruj qila boshladi. Ularning har biri uylanib, qalblariga sokinlik va oromlik. Ya'ni nima deydi? Bu so'zlarni biz bolamiz o'qimagani yaxshi deb o'ylayman. Qiz bolamiz ham, o'g'il bolamiz ham. Inson nafsining qaysarligi. Xullas, nima deydi? Bu bitta bunda emas, Yusuf va Zulayho ham chiqadi. U yerda ham batafsil yoritilganda, bu narigi to'plamdan ham batafsilroq. Shuning uchun tavsiya qilmayman. Mana bu noxush xabardan uning nafasi ichiga tushib ketdi. Umidi sonda hasadgo'ylikning qurboniga aylandi.
Men o'zimni baxtsiz umidi puchga chiqqan, ya'ni shunaqangi bir holat bo'lganki, aka uka o'rtasidagi munosabat. To'g'ri, bundan xulosa qilib akamni shunaqa qilmasligim, rishtamni mahkam ushlashim kerak degan narsa ham bo'ladi. Lekin baribir ham anavi akasini mabodo o'sha yoqtirmasa, bu hislar yana ham kuchayib ketish ehtimolligini oshiradi. Tushuntira olyapmanmi? Ya'ni o'ziga berish mumkin emas bolani. 12 yosh bo'ladimi? Siz o'qishingiz kerak. Bir voqeani siz o'qib, birga tahlil qilish kerak. O'sha kerak emas jumlalarini olib tashlab turish kerak. Yusuf va Zulayxoni o'tgan safar ham ko'rib berdim. Mana shunda mana nimani qaranglar, mana qarg'alar urushib qo'yadi Allohning izniga. Mana qaranglar, Alloh ikki qarg'ani yubordi. Ular bir-biri bilan urushib, bir ikkinchisini o'ldirib qo'ydi. Qotil qarg'a tumshug'i bilan yerni qazib, o'lik qarg'aning murdasini unga ko'mdi. Buni ko'rgan Qobil hasrat nadomat bilan holimga voy bo'lsin, nahotki shu qarg'adek bo'lishdan ham ojizroq bo'lsam, endi inimni murdasini ko'ma qolay dedi. Ya'ni o'z ukasini, inisini o'zi ko'myapti endi. Ukasini borman. Xullas, buni to'liq o'qib chiqmaganman. Ana shu joylari meni hayratlantirgan. Yusuf payg'ambarning ham ochilikda, mana rasmlarni qaranglar. Ba'zi bir joylari baribir bolalarga qo'rquv berib qo'yadi. Boshqa din, nima deydi, islom dinini to'liq yoritgan emas-da bu. Shuning uchun bu kitoblarni biz tahlil qilib keyin o'qishimiz kerak. Yusuf va Zulayxoni ham o'tgan safar aytib o'tdim, Zulayxoning munosabatlari. O'sha jarayondagi holatlar, so'zlar to'g'ri kelmaydi. Shu uchun bu kitoblarni tahlil qilish kerak qizlar. Ya'ni bolamizga o'qi deb qo'yib qo'yish foyda bermaydi. Bunda Yusuf payg'ambari ko'rmagan ekanman. Aytdim, buni oxirigacha bormaganman va hali bolalarimga kichikligi uchun buni o'qimaganman va kelajakka qoldirganman. Ya'ni bu o'zim uchun, o'zim ora-orada o'qib turaman, lekin anchadan beri o'qiganim yo'q, tan olaman. Ana shu Qobil va Xobil hikoyatini o'qib berganman bolalarimga, odamning yaralishini o'qib berganman. Shu ikkitadan keyin o'sha to'xtatganman. Bolalarimga mos kelmagani uchun ularga ham aytganman, katta bo'lganlarida birga oilaviy o'tirib o'qiymiz deb. Bugungi sizlarga to'xtab qoldim sizlarda deb yozibsizlar. Bormi voz qizlar? Keldi. Qolganlarda bormi? Bor. Men Gashokka shunaqa kitobda o'rgatganman, lekin qaytib topa olmadim. Vibers programmalarida juda ham ko'p. Bu kitoblarni qayerdan olsak bo'ladi deyapsizlar. Buni O'zbekistondan olsalaring bo'ladi. Va sizlarga bitta sirni, texnikani aytaman. Ingliz tilidagi kitoblar bor-ku. Ingliz tilidagi kitoblarni hammasini men 100% tavsiya qila olaman. Imkon qadar O'zbekistondagi onlayn do'konlardan olinglar. Ya'ni Xitoydan zakaz qila olsangiz, o'zingiz zakaz qiling. Faqat yozuvlari sifatiga e'tibor qaratgan holatda yo'q, menga shu yerdan zakaz qilish bu osonroq desangiz, onlayn O'zbekistondagi Telegramda kanallar bor-ku, shulardan oling. Lekin rus tilidagi kitoblarni unaqa kanallardan olmanglar. Nimaga? Chunki Vibers va Ozon programmasida narxlar arzon va Vibers va Ozon programmasining bitta afzal tomoni shundaki, mana bu kitobni aytaylik, siz 60 mingga oldingiz,
pochta haqqi 20 ming bo'lib, общий sizga bitta kitob 80 mingga tushdi. Birisi pochta puli olinmaydi. Men asosan O'zbekistonda bo'lsam, ozon chunki uni bo'limlari juda ham ko'p. Hatto Oltiariqimiz mana Toshkent, Farg'ona, Oltiariq tumanimizda ham bor ozonni. Birsiniki Farg'onani o'zida 4 ta yoki 3 ta. Va juda ham tarqoq hududlarda unga borib yo'l qilib kelish kerak. Lekin ozon bor. Ozonni punktlari juda ham ko'p. Imkon qila olsalaring mana shu ozon va Vibers programmalardan oling. Lekin Moskvada menga Vibers qulayroq. Shunaqa. Sizlarga hozir hamma ularni ham o'sha ozon programmasidan O'zbekistonda turib olganman. Uzog'i 10 kunga ham qolmaydi. Tez keladi juda ham. Unaqa uzoq kutib yurmaysiz. Kimda qanday savollar bor? Hammasi tushunarli, savollar yo'q. Qolganlarda-chi? Savollar bormi deb yozib qo'ying. Savollar kimda qanday savollar bor? Bitta narsani aytmoqchiman. Bugun soat kitob haqida bomba ma'lumotlar bo'ldi. Rahmat qizlar. Bugun soat 20:00 da, ya'ni 20:00 da ko'rasiz, programmani YouTube'dan skachat qilasiz. YouTube'dan deyman, Play Marketdan skachat qilasiz. Ya'ni skachat qilganingizdan keyin uni o'zi yaqin punktni qidirish tugmasi chiqadi. O'sha yerdan topasiz. Ozodaxon, sizni o'qiydigan, sizga javob beradigan efirimga aloqasi yo'q bo'lgani uchun sizga hozir javob bera olmayman. Keyin javob berishim mumkin. Ya'ni biz hozir kitoblar tahlilini qilyapmiz. Ko'rasiz, o'zi chiqarib beradi. Bor bo'lsa, borlarini beradi. Endi 9-12 yoshdagi bolalargacha o'tgan ikkinchi nimasini ko'rgan bo'lsangiz, vebinarimizni ikkinchi sonini o'shanda aytib o'tdim. 9-12 yoshdagi bolalarga agar kitob o'qib bermagan bo'lsangiz, payg'ambarlarimiz haqidagi yoki Muhammad payg'ambarimizni o'zi haqidagi to'plam bor, mana shuni ham o'qib bersangiz bo'ladi va eng asosiysi ularga xohlang ingliz tilida, xohlang rus tilida, xohlang o'zbek tilida ensiklopedik bu nima uchun degan kitoblarni tavsiya qilaman. Juda ham foydali bo'ladi. Ularni ham o'sha salom kitoblarim kursida o'zim ham olganman, ya'ni mosroqlarini, bolamga moslarini o'qib berganman. Biroz katta bo'lganda o'qiydiganlarimizni, ya'ni o'sha nima bo'ladi? Elektrotexnika, elektroavtomobillar, shunaqalarni o'zim ham tushunmaydigan mavzularni ular keyinchalik o'rgansam kerak. Olib qo'yganmiz, ya'ni kerakli joylarni o'qib olganmiz. Shunaqa. Ya'ni 9-12 yoshdagi bolangizni holatiga. Keyin badiiy asar bor-ku, badiiy asarni aytaylik, Xudoybek To'xtaboyev asarlarini, Mungli ko'zlar, Shirin qovlar mamlakati juda ham yoqadi. Zo'r kitoblar va keyin nimani Shaytonvachaning nayranglari asari ham bor. Faqat uni men yoshligimda o'qiganman. Ya'ni o'zim o'qigan kitoblarim, sevimli kitob. Xudoybek To'xtaboyev hamma kitobini chiqishi bilan o'qirdim. Shuning uchun tavsiya qila olaman, lekin eng avvalda birinchi o'zingiz o'qib chiqing. Jinsiy holatlar bo'yicha joylari yo'q bo'lsagina bering bolangizga. Shunaqa. Chunki men juda ham kitobxo'r bo'lganman yoshligimda. Ayam o'ziga kitoblar olib kelganda, ya'ni nima bilmaydiganingiz bor ekan. Ochguncha men gapirib turing. O'sha ayama kitoblarini o'qib qo'yganman, ya'ni zamonaviy adabiyot kitoblarini o'qib qo'yganman va ular meni yoshimga mos kelmagan. O'ylab yurganman, keyin ta'sir qilgan baribir ham. Qaysini? Bitta. Bularmi? Bu apparat o'g'lim. Mana maydiga qo'ygan. Endi mana yerda yuragini duk-dukini tekshiryapti. Duk.
duk duk yaxshi uryaptimi yuragi, yaxshi ishlayaptimi, nechta uryapti yuragi, shuni aniqlab beradi. Mashlar o'lchab beribdi, mashlar eshitib, bu apparatidan o'tkazib, yerda yozuv qilib, chizma qilib chiqarib beradi. Bu chizmani doktorlar tushunadi. Shu chizmaga qarab, yaxshi ishlayapti yuragingiz yo yaxshi urmayapti, qon yaxshi kelyapti. Hammasi mana shu yurak atrofida eshitadi. U endi o'shani apparatini mana pufechalarini bunday ushlab turadigan joyi bo'lsa kerak. Biz O'zbekistonimizda bunaqa qilib o'lchashgan ko'rmaganman. Opoqiznikini o'lchashgan. Opoqizdan so'rasangiz, aytib beradi, qanaqa qilib yuragingizni tekshirishadi desangiz aytadi. Bo'ptimi? Opoqiznikini o'lchashgan. Bunaqa o'lchashgan opoqiznikini? Operatsiya qilganingizda. Bo'ldimi? Yaxshi qaraymiz. Nimasi? Bezatib qo'ygan. Bolalar doktori bo'lgani uchun bezatib qo'ygan. Bolalar qiziqib tomosha qilsin. Madam shinni boshlabdi. Bu kiritadigan, mana kirib ketadi. Zeleniy bossa yuradimi odamlar ham? Bu ham mana bunday yuradi. Keyin krasniysini bossa to'xtaydi, yana zeleniysini bossa qaytib chiqadi, menimcha. Bo'ldi endi. Mana u ham bo'shadi o'g'lim. Olaverasizmi? Ularni endi doktorlar biladi. Taqasilarni bosishda baxilgiz rasmga oladigandir. Mahkam ushing. Mahkam ushing. Jichcha qoldi. Hop. Nima qilamiz bo'lsa? Qizlar, savollaring bo'lsa yozib turinglar. Bir daqiqa men shu bolaga bo'yoqli kitobini tayyorlab beray. Shu yerdamisizlar? Demak, kelgan joydan davom etamiz. Ovozim men o'zim o'chirib chiqib ketdim. Bolaga necha yoshdan kitob o'rgatish kerak? Qizlar, buni nima deydi? Gapiradigan kitoblarni ham maslahat berasizmi? O'sha necha yoshdan? Agar sizlar 3 kunlik mana shu vebinarni ko'rgan bo'lganlaringda, menga qaysi kitobni necha yoshdan degan savolni bermasdilaring. Soat 20:00 da bugun 3 kunlik vebinarni zapislari o'chiriladi. Buni kanalda ham e'lon qilaman. Faqat bir xilgilar iltimos qilgani uchun bir nimalar o'ylab ko'rarman. Balkim webinar darslarni qayergadir yopiq guruhga ko'chirib berarman. Istovchilar uchun bir soat nimadir qilamiz. Lekin bu kanaldan soat 20:00 da darslar to'lig'icha o'chiriladi. Ya'ni mana shu 3 kunlik holatda va bugun sizlarga o'sha e'lon qiladigan e'lonim bor. Bu o'sha salom kitoblarim loyihasi. Bugun sizlar bilan kitoblarni mana qisqacha o'qib bergan bo'lsam, aytaylik, mana bu kitob ruschada, siz rus tilida bilmaysiz. Bu kitob inglizchada, siz inglizcha o'qishni bilmaysiz. Mana har xil hikoyalardan bitta hikoya to'qishni bilmaysiz, qiynalyapsiz. Ya'ni qayerda qanday urg'u to'xtam qilishni bilmaysiz. Masalan, bu kitobni o'qiyotganimizda bolamni xayoli har yoqda bo'lsa, bu kuchuk nima qilyapti ekan degan savol bilan tortib olaman. Ya'ni bolani urg'usini, nima deydi, e'tibor urg'usini o'ziga tortib olish, qaratib olish texnikasi sizga asqotadi kitoblarni o'qish bo'yicha. 1000 marta gapirishingiz mumkin bitta qoidani. O'sha bismillah bilan ovqatlanishni mana post qilib yozgan edim, hojat odobi haqida. Ya'ni Firdavs o'g'limni tikka turib hojatxonaga kirib olayotgani. Ya'ni bu o'sha qarindosh urug'larda ko'rgan, boshqa bolalarda ko'rgan, bog'chada ko'rgan shunaqa holat bilan men 1000 aytsam ham bo'lmayotgandi. Va payg'ambarimiz haqidagi to'plamni, 10 talik to'plamni tugatdik.
tugatganimizdan keyin hayolimga shundoq keldida, ya'ni yaxshi ko'rib qolishdi payg'ambarimizni. Hatto qo'shilishib birga yig'lashdi. Ya'ni dadasini qabriga borib, o'sha yerda yig'lagan paytlarida Firdavsga qarasam ko'zidan yosh oqyapti. Qizim mo'ltirayapti. Muhabbat uyg'ondi va keyin aytdim payg'ambarimiz shunaqa degan, hojatxonaga o'tirib kiringlar degan bir holatni aytdim. Va undan keyin sekin kuzatsam, bolam masalan 10 taning 9tasida o'tirib, bittasida baribir esdan chiqqan holatda o'sha ishni takrorlagan. Savolimni o'qidingizmi deyapsiz. Qani Zilola savolingiz? Shunday kitoblarni o'zimizda ishlab chiqarsak bo'ladimi? Bugun aytmoqchi bo'lgan u dar mavzuyimni aytibsiz Zilola. To'g'risi sun'iy intellekt rasmlarini to'g'risi yoqtirmayman. Ya'ni nima deydi? Mana ular ham qaranglar. U nima deydi? Sun'iy intellektniki bundan ham norealda, bundan ham norealroq rasmlar. To'g'risi. Haqiqatga yaqin. Real rasmli kitoblarni shunaqa ham xohlayman. Shunaqa ham afzal ular. Mana bular ham biroz odamga yaqin, lekin sun'iy intellektniki bunaqa chiqmaydi. Va sifat degan narsa bor. Mana bu sifat, mana qattiq. Bu asborinniki. Mana bu chekkadagi yumshoqlik bor-ku, bu ham sifat. Endi mana bu mala. Buniki ham mana chekkasidagi sifatni ko'ryapsiz. Lekin buni kardoni yupqa. Narxiga yarashadi. Mana buni akoshkasi yupqa va tez yirtiladi. Kitob olayotganingizda bitta bolamga deb olmang. Siz 3-4 ta bolangiz bo'ladi, nabiralaringiz bo'ladi. Buni akoshkasi ham nisbatan bu qattiqroq akoshka. Mana ochiladigan qopqoqchasi. Bularni yupqaroq. Sifat. Biz birinchidan rasmlar, dizayn yoqmaydi menga. Ikkinchidan o'zimiz qilsak-da, sifatni unaqangi darajada beramiz. PDF beramiz, chiqartirib olish mumkin, varoq bo'ladi. Va qizlar, sizlarga iltimos qilib qolaman, bu kitob ekan. Buni mana shu mutaxassis chiqarib kelgan. Hatto mana hozir sizlar bilan Pingvin Books nashriyotini ham tahlil qildim. Men zo'rman demoqchi emasman. Meni ham xato kamchiliklarim bor. Men zo'r emasman. Faqat hamma ham zo'r emas. Shuni unutmanglar. Ya'ni mana bu chet el kitoblarini ham mana aybini aytib o'tdimi? Bunda yo'q. Xuddi shu malag'alani boshqa kitobida homiladorlik holati berilganda, u yerni skotchlab yopib tashlaman, list qo'yib turib skotchlab qo'yganman. Qani hojatxonada o'tirgani bor edi. Shunda qaysidir kitobda ko'rsatdim. Nima bu yerda hojatxonada o'tiribdi. Ishtonchasini unda ko'targan holatda chizsa ham bo'lardi-da shu kitobni. Shunda ko'rsatdim, qaysinda chiqdi. Shunaqa qilsa ham mana qulay bo'lardi-da. Yo'q, shunaqa qilmagan. Shunisini yomon ko'raman. O'shanisi yoqmaydi o'sha. Bu yerda emas ekan, boshqa narigi kitobda qimirli deganda. Ya'ni shunaqa holatlari bor-da. Masalan, anavi kitob ham bor. Laklak ismli laylakda ulg'ayib, oila qurib va uni yana tuxumlari bo'lish. Hali u 4-5 yosh bolamga kerak emas mavzuda, uni qo'shib ketishgan. Endi bir xilga Telegramda to'g'risi yaramaydi. Jumlani g'alizligini qarang, bittasini jumlasini aytib beraman. Kimligini aytmayapman. Nima uchun men kitob yozmayman? Chunki mana shunaqangi mas'uliyat yelkamda bo'lgandan keyin bir bolani tarbiyasiga g'alizlik yuqtirib qo'ysam, men qanday javob beraman? Jumla ketyapti. Qaysidir bola quloqsiz ekan, ukasi bilan kelisha olmas ekan. Aqli kirsin deb buvsinikiga jo'natib borishibdi, yolg'iz o'zi yurib. Aqli yo'qmi uni? Jumlani qarang, unutalmayman haligacha. Aqli kirsin deb jo'natib borishibdi. Nima degani u aqli kirsin deb? Aqli bor. Ong berilgan. O'ylashni rivojlantirish kerak. Aqli kirsin degan jumlani kitobda qo'llash noto'g'ri. Bir xil kitoblarni ko'rdim. Bolalarning yelkasiga shaytonchalarning rasmini chizib qo'yishibdi. Necha yoshli bola uchun u? Shayton obrazi bilan qo'rqitib tarbiyalash, ya'ni bor bu narsa. Faqat u narsani o'zini 10, 14, 12 yosh, ya'ni bolani qo'rquv hissiyoti darajasiga qarab tushuntirib boramiz. Ya'ni onasini sevib, ya'ni ustozlaringiz eslang maktabda yaxshi ko'rgan ustozingizni vazifasini qilsangiz, mazza qilib qilgansiz, qo'rqqan ustozingizni
yomon ko'rib majbur qilgansiz. Yaxshi ko'rgan ustozingizni yillar o'tib ham o'sha fanni yuragingizda zavq beradi. Yomon ko'rgan ustozingizni fanni masalan yoqtirmaysiz. Matematikadan bezishimning sababi men ustozim. Yoqtirmayman, jinim suymaydi matematikani. Chunki men ishoninglar, shu ustoz, ya'ni ustozim almashguncha 7-sinfda almashganmi bilmayman, matematika o'qituvchisi bo'lishni orzu qilganman. Ustozim almashgandan keyin matematikaga nisbatan nafrat paydo bo'lgan menda. Tinmay tanqid qilar, tinmay so'kardi, tinmay o'zi deb dars o'tardi, yoqmas edi. Kayfiyatsiz dars o'tardi. Ona tilini tanlashimga ham sabab ona tili ustozim. Ya'ni Allohga bo'lgan munosabatlarni anu shaytondan qo'rqitib yoki bo'lmasam bir o'sha do'zax bilan qo'rqitib jazoingni olasan deb emas. Alloh qachon qaysi birimizni bugun xato qilsak, bugunning o'zida jazo oladi aytinglar. Xatoyimizni tan olishimiz, his qilishimiz uchun qancha Alloh imkoniyatlar bergan. Pushaymon bo'lib kechirim so'rashimiz uchun qancha kutadi Allohimiz. Qanchalar bag'ri keng zot biz bolamizga uning bag'ri kengligini bir his qildirib, yaxshi ko'rganidan o'sha qilsin amallarini. O'sha kitobda shayton obrazi turibdi. Bolani shayton bilan o'qitib o'sha kitobda tarbiya qilish targ'ib qilingan. Kechirib qo'yasizlar, men unaqa kitoblarni tavsiya qila olmayman. Shuning uchun hatto kitob o'qiyman, onalikka oid kitob. Shuni ham shimib o'qib ketavermanglar. Bu kitobda fakt, mana bu kitobdagi faktga tushmayaptimi? Buni ingliz yozgandir, buni turk yozgandir. Biz o'zbekmiz, unutmanglar. Bizni mentalitet tarbiyamga mosmi? Mana shu qo'llayotgan qoidangiz bolangizni hayotda kelajagida qanday ta'sir qiladi? Masalan, bir xil kitoblarda yozadi-da, hamma yig'isiga javob beraverman. Bir xilgi kitobda bor, o'g'limni tarbiyalayapman kitobida, uyqu haqida bo'limda shunday xato fakt ketganki, bolani deydi yig'laganda, ya'ni uyqusidan uyg'onib yig'laganda chidaydi, ana eski terapiya usulida yozib qo'yilgan-ku. Noto'g'ri tizimligi aniqlangan. Tegma deydi, alohida uxlashga yig'latib bo'lsa ham ko'ndir deydi. Yo'q. Bola yig'lasa yoniga kirib yupatib, tinchlantirib uxlagandan keyin chiqishingiz kerak. Joyini alohida qilishdi-da, ya'ni kitob ekan deb shimib ketavermaysiz. Masalan, farzand tarbiyasidagi 700 saboq kitobi bor. Uni kirish qismini o'qisangiz, yozib qo'yilgan, muallif yozgan. Bu kitob tajribali ota-onalar tomonidan berilgan xatlar asosida tuzilgan degan. Bu degani meni dadam yoki xolam dadasi, oyisi o'zi sinab ko'rgan amaliy tajribasini, natijasini sezgan tajribasini yozgan va uni mutaxassis birrov tekshirib turib bergan. Va bitta ko'plariga qo'shilmaganman. Ko'plari bolalarda raqobatni shakllantiradi. Oilamiz sharaf doskasi degan narsani targ'ib qilgan. Lekin o'sha kitobda yo'llarni bo'lish, ya'ni alhamdulillah ko'chasi, subhanalloh ko'chasi, robbana duosini ko'chasi degan bo'lim ko'chalarni nomlab yurish usulini bergan. Bu juda ham yoqqan, siniyman, yoqadi. Qo'llaymiz, zo'r narsa. Endi aytaylik, oilamiz sharaf doskasida shunaqangi narsa berganki, bu yerga mana Firdavs deb yozaman ekan, bu yerga Mehruza deb yozaman ekan va kimni yulduzchalari ko'p bo'lsa, unga rag'bat beraman. Bolam raqobatlashib qolmaydimi? Men shuni o'zgartirganman, oilani sharaf doskasimi? Bu yulduz Mehruzaniki, bu Firdavsniki demayman. Firdavs yaxshi ish qilsa bitta, Mehruza yaxshi ish qilsa bitta, dadasi yaxshi ish qilsa shunaqa. Qachonki mana shu sharaf doskamiz to'lgan, keyin qayergadir borish. Bu faqat kattaroq yoshda. Kichikligida to'g'ri kelmaydi. Bu anavi rag'batga undab qo'yish, yaxshi ish qilishing uchun, yaxshi ertaga o'zi uchun bunda mustaqil kitob o'qiy olmaydi. Kimdir manuni beraman, manuni evaziga qil, yo'q. Bolani yoshligidan kitobga sevdiring. Masalan, ayam menga biror marta kitob o'qisang nimadir qilib beraman demagan. Shunchaki kitoblarni uyga olib kelgan, gazetalar olib kelgan, men zerikishdan ham o'qiganman va yangi kitoblar kelganda ayam qilgan eng yaxshiliklardan eng zo'ri kutubxonaga yangi kitoblar kelibdi degan. Va kutubxonada hali hech kimni qo'li tegmagan yangi jild kitoblar meniki bo'lgan. Men olib ketib uyda o'qib, yana olib borib, yana yangisini olib kelib, kimgadir mana limit 2 ta bo'ladigan bo'lsa, men 10 tagacha kitob olib kela olardim.
Ya'ni ayam mana shunaqangi kitob. U o'zimizni maktab kutubxonasidagi kitoblarga qoniqmay, boshqa idoralardagi, keyin Oltiariq tumanidagi tumanimizni kutubxonalarini ham gaplashib berishgan, borib kitob olib kelardim. Shunaqa, ya'ni kitob muhitiga olib kiring, qolgan ilmi bola uddalab keta oladi. Shuning uchun Zilola taklifingizga, yo Zilola opami deb eslolmayapman. Mendan kattaroq yoshingizni aytmoqchi bo'lganim, men qila olmayman hozircha bu narsani. Lekin bitta odam bor edi, yordam so'rashganda yordam bergan edim kitoblar tayyorlashga, lekin hali nashrdan chiqdimi yo'qmi bilmayman. Bolaga necha yoshdan kitob o'rgatish kerak? Bolaga tug'ilganidan boshlab kitob o'rgatish kerak. Zo'rku 12 yosh qizingiz 1-2 kunni tugatib qo'ysa, olib bering. Erkin Xudober To'xtaboyev kitoblarini ham olib beravering. Shu Shaytonbachchaning naranglarni yozgan Tohir Erkin Malik adashmasam, muallif. Uning kitoblarini olib bering. O'g'lingiz temperamenti qanaqa? O'g'lim eng qaysarlikning tipik namoyandasi dedi. Bu vebinardan keyin savollar emas, kursda o'qish istaklari paydo bo'ldi-ku. Xo'p, qaranglar, bugun o'zi sizlarga meni o'g'lim sal garazlab xafa bo'lib qoladi, meni chekkiladi bolalar dedi, nima qilay? 3-sinf o'g'lim. Bugun asosan kitoblar mavzusida savollar bo'lgan edi, yaxshiroq bo'lardi. Meni o'g'lim rosa ko'ngilchan, sal gapga yig'lab yuboradi. Yoshi 13 yosh. Sizlarga kitob mana shu 13 yosh, mana 3-sinf o'g'lingiz ham adashmasam 10 yosh. Shu o'g'limni tarbiyalayapman degan kitob bor edi. Shuni rasmini sizlarga tashlab beraman. Esimdan chiqib qolmasa. Bola tarbiyasiga qaysi kitobdan boshlash kerak? Xadicha Kubro Tongarni xohlagan kitobidan boshlang. Xadicha Kubro Tongardan bo'ldi. Xohlagan kitobingizni olavering. Faqat men xaritani ko'rsalaring, xaritada ham berganman qizlar. O'zim o'qigan 40 ga yaqin kitoblarni ro'yxat qilganman. Qolganlarni hali ro'yxat qilganim yo'q. Endi Xudo xohlasa qolgan 3-qismini ham chiqarib qo'yamiz. Xaritada o'zim o'qigan kitoblar degan joy bor. Xullas, bugun efirni yakunlaymiz. Bonus sovg'a ham esimda qizlar. Ana rasmini tayyor tashlab qo'yishibdi. Mana shu kitob o'g'limni tarbiyalayapman. Juda ham zo'r kitob. Bonus sovg'a bugun sizlarga aytmoqchi bo'lganim, mana hozir yo'q, bonus sovg'ani to'xtang. Meni chalg'itmay turing. Efirni o'chiraman, ya'ni yozib olish zapsini o'chiraman, keyin ulashaman. Tushundingmi? Xo'p, chunki faqat efirdagilarga degan, hozir 51 ta ekanmiz. O'shandan keyin aytaman. Sizlarga kitob tavsiya qildim. Ya'ni u arazlab xafa bo'lib qolishiga mana savollar turli xilga bo'linadi-da. Sizning savolingiz juda ham uzun savol va bugungi mavzumizga aloqasi yo'q. Uni nima deydi, batafsil tushuntirib berishim kerak bo'ladi. Hozir vaqtimiz yetmaydi, chunki bolalarimni ham uxlatishim kerak. Soat bizda 2 bo'ldi. 2 dan uyog'iga uxlatsam, keyin kechqurungi uyqu rejimlari buzilib ketadi. Sizlarga mana u o'g'limni tarbiyalayapman kitobini tavsiya qildim. Malika Muhiddinovna ekan, uzr, kechirasiz. Shuni ko'ringlar. Endi Salom kitoblarim kursiga bugun qabul ochiladi. Kurs kimlar uchun? Bu 3 kunlik vebinar sizlarni kursga qiziqtirish emas. 3 kunlik vebinardan maqsad mana shu Salom kitoblarim kursini sotib ololmayotgan onalar uchun imkonim qadar nima deydi? O'sha Salom kitoblarim ilmi mana shuncha bo'lsa, undan bir parchasini uzib berish, bir shingilini uzib berish maqsadim. Ya'ni faqat pul uchun bu yerda Sarvinoz kurs ochyapti emas, yo'q. Salom kitoblarim shunaqangi kurski, buni nimaga sotib qilaman? Aytaylik, bu kitobni men bu bolam 3 yoshligida oldim, o'qidim, sizga o'qib berdim. Bu kitob sizga mos yoki yo'qligini bildingiz. Oradan 1 yil o'tdi, hali Salom kitoblarimga bir marta to'lov qilib qo'shildingiz. Hozir avgust bo'lsa, 2026-yil avgustda siz qo'shildingiz. Men 40 ta dars sizni tayyor kutib turibdi. 40 ta darsni har birida 4 tadan, 5 tadan, ba'zida to'plamlarni tahlil qilib berganman. Shunaqa kitoblar tahlillari turibdi. 40 ta darslik
Bu kitoblar bo'yicha. O'yinchoqlar bo'yicha 5 tamikin bo'ldi. 6-sini yozsam kerak. Navbatda rejadagi ishlarimda. O'yinchoqlar tahlili bor. Ozon va Vibers programmalaridan zakaz qilishni o'rgatish darslari bor. Va meni kitobni mana bu kitobni oldingiz 10 kun o'qidingiz, bola qiziqmay qoldi, bu tashlab yuboraman degan joyi yo'q. Buni qayta qiziqtirish texnikalari bor. Bolani kitobga qiziqmayotgan, diqqati bilan ishlash, shunaqangi holatlar bor. Ya'ni ma'ruza darslarim ham bor. Ma'ruza darslari, kitob tahlil darslari, o'yinchoq tahlil darslari, programmalardan zakaz urish darslari va savol javoblar, ya'ni savollaringizga javob berish imkoniyati doimiy va sizga maxsus linklar beriladi. O'sha 4 ta kanal linki bor. U kanallar bizga chegirmalar bergan shunaqa. Va endi 1 yildan keyin ham men mana 2 ta kitobni sotib olganman-da va bu kitoblarni tahlil qilib, endi bolam 5 yosh, 6 yosh, bunaqa o'qidik deb kitoblarni xuddi hozirgidek, bu kitob bunaqa ekan, buni mana unaqa minus joyi bor ekan, bu yo'q emas edi ekan, men olib qo'yibman. Ya'ni kurs sizga mana bu kitobni qanday o'qishni, bu kitob qaysi yoshdagi bolaga mos kelmaydi. Ya'ni siz bu kitobni men kanalimda yozdim yoki qayerdadir ko'rdingiz, yoqdi, oldingiz, 50 mingga oldingiz. Olmasdan qarorga kelishingiz, yo buni olishim kerak ekan degan qarorga kelishingiz uchun. Ko'pchilik o'ylaydi, faqatgina kitobni o'qishni o'rganishim uchun kerakmi? Yo'q. Men taxminiy 200 ga yaqin kitobni mana shunaqangi plus minus hammasini ochib berganman. Chunki nashriyotlar meni o'rtoqlarim emas. U zararga ishlaydimi, foydaga ishlaydimi, menga qiziq emas. Menga maqsad bolani tarbiyasi buzilmasin. Pingvin boks nashriyotini o'sha tahlil qilib berganimdan keyin ancha-muncha sotuvlar balkim kamaygandir, olmoqchi bo'lganlar olmagandir o'sha kitoblarni. Ya'ni shunaqa g'alizliklari bor joylarni aytganim uchun yoki o'zgartirib bo'lsa ham o'qiyman. Masalan, Ko'zlarim yo'lingda onajon kitobini hech kimga tavsiya qilmayman, olmanglar. Umuman ma'nosiz, matrasiz, faqat qofiyasi ham tushmagan, bir rasmlari ham no'xshash kitob. Tushunmaganman u kitobni nima uchun chiqarishgan. Shunaqa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz mana bu kitobga behuda pul sarflamasligingizni oldin oladi. O'sha pulni men sarflayman, o'sha tajribani men qo'llayman, hatto o'yinchoqlarda ham mana o'yinchoqni hech qancha o'ynamadik, sifatsiz ekan deb bemalol ayta olaman. Chunki men tanish bilishchilikka, tavsiya reklama olib kurs o'tmayman. Shunaqa, mana shu kurs yillar davomida, aytaylik, hozir bolalarimga bunaqa bolalar kitoblarini olyapman. Oradan yillar o'tib Mehruzaxon o'sha 15 yosh bo'ladi, u qaysi kitobni o'qiyapti? Undan avval men o'qishga harakat qilaman, imkonim qadar niyat qilganman. Bolamga beradigan har bitta kitobimni avvalida o'zim o'qib tugataman, keyin unga beraman. Chunki aytdim-ku, bolaligimda onamning kitoblarini kitob yo'qligidan o'qib qo'yganman qiziqqanimdan va zamonaviy adabiyotda o'sha chet elga sotilib ketgan qizlar hayotlari, balobattarlar bor edi va menga bular salbiy ta'sir qilgan. Ya'ni xayolimda o'ylab yururganman-da, shu tomonlama qiynalganman, chiqarolmaganman esimdan. Hozirgacha ham o'sha tasavvurimdagi o'sha obraz qizlar bor, o'sha chet elga sotib yuborgan holatlari bor, hammasi zamonaviy adabiyotda yozilgan. Shunaqa holatlar bo'lib qolmasligi uchun albatta o'zim o'qib chiqishim kerak. Va yillar o'tib Salom kitoblar loyihasida shunaqangi kitoblar tahlillari ham bo'ladi. Ya'ni badiiy asarlar bolalarimizga o'qiladigan, inshaalloh shunaqa qilib tashkil qilaman u yog'ini ham. Ya'ni siz bir marta sotib olasiz, yillab davom etadi. Tushuntirib bera oldimmi? Bu joyini juda ham ko'pchilik tushunmaydi. Demak, bugun soat hozir sizlarga hozir ham ochib qo'yiraman qabulni. Bugun qabul ochildi. Asosiy e'lonni soat 20:00 da kanaldagi mana shu webinar darslarni o'chirib yuborganimdan keyin qabulni ochaman va bir hafta qabul davom etadi. Salom kitoblarimga mana shunaqangi qilib qabulni ochib olamiz inshaalloh. Hozirgacha 700 ta o'quvchim bor Salom kitoblarimda. Xudoga shukr deyman. Aktivlarini ham joylab boraman kanalga. Xohlasalaring natijalar kanalim bor. O'zingiz kitob chiqarishni ham rejalashtiring, birinchi oluvchilardan bo'lamiz. O'zim kitob yozishni rejalashtirganman. Bugun aytay, bir o'zim onalarga oid kitob, lekin bolalarga oidini emas. Balkim kimlar bilandir qachondir hamkorlik qilarman. Terapiyalar aytib berganimda, mana shu terapiyalaringizni kitob qilib chiqaring deb ko'pchilik taklif qiladi. Balkim qo'rqayotgandirman, bola tarbiyasi mas'uliyat kuchliligi uchun.
Men shu chet eldagi kitoblarni o'zbek tilida chiqartirish niyatim ham bor. Ya'ni tarjima qilib emas, o'sha ehtiyojimiz borku qo'rquv haqida, hissiyotlar haqida. To'g'risi, hissiyotlar haqida yaqinda yangi kitoblar chiqqan ekan. U yerda hayvon obrazlari hissiyot qilib, maktab bog'chalarga borib yuribdi qizlar. Shunaqa kitoblar bo'lib qolishni xohlamayman. Ya'ni yo'q, atmen qilinadigan, mos kelmaydigan joylar bo'lib qolishni xohlayman. Kimda qanday savollar bor? Agar savollar yo'q bo'ladigan bo'lsa, efirni yozib olishni tugatib turib, sovg'am aytaman. Savollar bormi? Bonusni endi aytaman. Efir o'chirib oling, savollaring yo'q bo'lsa, ya'ni bugungi vebinarlarimiz, ya'ni 3 kunlik kitoblarga qiziqtirish vebinari va salom kitoblarim loyihasida kimda qanday savol bor? Agar savollar yo'q bo'ladigan bo'lsa, efir o'chiraman. Robiyaxonda savol yo'q. Qolganlarda-chi? Aktiv bo'lamiz qizlar, men o'zim gapirgandek bo'lib qolmay. Bo'ldi, savollar yo'q-a? Kursingiz pullikmi? Albatta pullik. Robiyaxon yozganingizga kulib yubordim. Savol 2 holatda yo'q bo'ladi. Shunaqa, to'liq tushundilaring deb o'ylayman. Kursingiz pullikmi? Ha, albatta pullik. Ya'ni nima deydi? 2 holat bo'lib to'lash imkoniyati bilan 399 ming. Ya'ni siz har oy 100 ming, 99 ming qilib 3-4 oyda to'lab borsangiz bo'ladi. Savollar yo'q, dars bo'ldi. Shaxsiy qanday savol bersak bo'ladi? Lichkagami? Yordamchim orqali konsultatsiya olish imkoniyati bor. Boshqa umumiy savollar bo'lsa, shu guruhda qoldirsangiz, ya'ni bugungi mavzuga aloqasi yo'q, lekin boshqa savolingiz agar qisqaroq javob bersa bo'ladigan bo'lsa, albatta javob beraman. Eng zo'ri bo'lib to'lash bor ekan kurslarda. Ha, shunaqa bo'lib to'lash, maydalab, bemalol bo'lib to'lab olaverasiz. Orqadan tirashlar yo'q. Rahmat, inshaalloh chiqaramiz, xudo xohlasa. Kelinlarni pul so'rash orqali nuqtasiga yordam qiladi. Chunki o'zim ham shunaqa qilib o'qigan paytlarim bo'lganda, choy-chaqalarim bo'ladi, 10 ming, 5 ming, hech kim ishlatgisi kelmaydigan 2 ming so'mliklar bo'ladi. Shularni yig'ib to'plagan paytlarim, kerakli narsalarni ishlatgan paytlarim bo'lganda, bir oyda bir 50 ming, 60 ming yig'ib ola olasiz. Imkon qadar mavzuga oid savollarga javob beryapman. Qolganlarini biror kun qayta yozinglar. Avazbek Usmonxo'jayev yozyapsiz. Meni o'g'lim 2,5 yosh ukasi keyingi oylik bo'ladi. Shunaqa demoqchimisiz? Qizg'anchiq bo'lib qolgan. Bu tabiiy va normal holat. Buni o'tgan darsdagi vebinarda ham aytdim. Bu mavzu ochilgani uchun, shuning uchun qisqa javob berib o'tib ketyapman. Demak, boshqa savollar yo'q ekan. Saodat asri haqida menda qo'limda yo'q bo'lgan kitoblar haqida fikr bildira olmayman. Ya'ni yaxshi ham, yomon ham deyolmayman. Nasib qilib sotib olsam, albatta fikrimni yozaman. Bu kursni tuzishga katta ilm kerak. Qayerdadir o'qiganmiz. Qaysi kursni? Diplomlarim bittagina. Bu ham bo'lsa o'sha Farg'ona davlat universitetini pedagogika fakulteti bo'yicha. Qolgani shu o'zim ishlab, ya'ni bog'chada 7 oy bolalarga to'liq kitob o'qib berish bilan band bo'lganman va o'zim bolalarimga o'qib berish va kitoblarni har yerlardan izlab, ma'lumotlarni shimib va eng katta yordamchim meni o'qigan kitoblarim. Ya'ni onalikka oid kitoblar o'qiyman-ku, mana shular. Lekin aynan mana kurslarda o'qiganman deb nima deydi, ayta olmayman. Agar men bilan alohida gaplashmoqchi bo'lsangiz, muloqot qilmoqchi bo'lsangiz, yordamchim orqali konsultatsiya sotib olishingiz mumkin. Yo'q,
agar oddiy savolingiz bo'ladigan bo'lsa, guruhga batafsil qilib mana shu yerga efirdan keyin yozib qoldiring. Kechroq yoki ertaga javob berishga harakat qilaman. Qizlar, o'zi chetga chiqishni boshladik savoldan. Men mavzudan xafa bo'lmanglar, efir o'chiraman. Efirni eshitayotgan boshqalarga ham nima deydi, zerikarli bo'lib vaqtlariga zoya bo'lib qolmasin. Ya'ni vaqt nuqtai nazaridan. Xo'p, rahmat qizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir men efirni o'chirib qo'yay, zapisni. Rahmat hammaga.